Lekin bu menga yoqmasa-chi? Biz birga bo'lamiz. Asosiysi shu emasmi? Xo'sh. Nega jimsiz? Ishingiz o'ziga xosligi nimada? Menga tushuntiring. Buni tushuntirish qiyin. Axir bu yerda baxtli bo'la olmaymizmi? Aytchi. Yoki bu uchun albatta shtatlarga borish kerakmi? Agar turmush qursak, kecha-yu kunduz ishdasiz. Men bunaqa yashashni xohlamayman. Lekin men ishimni tark eta olmayman va seni yo'qotishni ham xohlamayman. Iltimos, tushungin, peshonamda oper bo'lish yozilgan. Yaxshi bilasiz. Dadam meni boshqasiga turmushga bermoqchi. Nima, shuni kutyapsizmi? Salta baribir birga bo'lamiz. Qachon? Agar ishdan ketmasangiz, sizga turmushga chiqmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, meni tushuning. Biz yechim topamiz, va'da beraman. Hayotimni buzishni xohlamayman. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Chunki seni sevaman. Ishimni muhokama qilmaylik va hammasi yaxshi bo'ladi. Haqiqatan men uchun hamma narsaga tayyor bo'lsangiz, yaxshilab o'ylab ko'ring. Marat, qaror qilishingiz kerak. Bu men uchun muhim.